Assalomu alaykum barchaga. Tomga maxsus izolyatsion pena quyish jarayoni. Bu pena lombozimiz vassalini ustiga, yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarning ustiga 5, 7, 10, 15 santimetrgacha quysa bo'laveradi. Uylarga 10 santimetr, 15 santimetr quyapmiz. Ochiq peshonvonlarga, naveslarga 7 santimetr. Yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarning ustiga 5 santimetr ham quyapmiz. Holatiga qarab. Bu penani quyganimizdan keyin ko'z ilg'amaydigan darajadagi teshiklarni ham mukammal tarzda to'ldiradi. Shuni hisobiga izolyatsiyani zo'r ushaveradi. Misol yozgi kunlarida quyosh nurlari, shipirda issiqlari uyning ichiga kirmaydi. Qish kunlarida bo'lsa, uyning ichida issiqlik harorat yuqoriga chiqib ketmaydi. Harorati bir xil darajada ushaveradi. Bu taraflarimiz mana ko'rib turibsizlar, quyib bo'lingan taraflar, ustida bemalol instrumentlarni qo'yib, mana holatlari yaxshi holatda, mana yorilish yo'q, boshqa yo'q. Gipslarimizni, instrumentlar qo'yib ustida bemalol ish qilyapmiz. Demoqchi bo'lganimiz, bu quyib chiqib ketganimizdan keyin ko'pchilik so'rayapti, qat'iy yumshoq bo'lib qolmaydimi? Bu qattiq bo'ladi bu narsa. Bemalol ustida yursa bo'laveradi. Mahsulotimizni tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi ko'rib turganlaringdek shuni suyuq holatda quyilaveradi. Vassalit ustiga shunday materialni tashab, kerakli joyda yam olganimizdan keyin shuni suyuq holatda ustimizdan quyib boraveramiz. Shunda o'z razmeri chiqib boraveradi. Pasbaland joyiga oqib, suyuqligining hisobiga. Yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarning ustiga ham shunday material tashamasdan shuni bir boshdan quyaveramiz. Bu penalombozimizni loy suvoqqa solishtiradigan bo'lsak, afzalliklar juda ko'p. Masalan, eng birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Izolyatsiyani zo'r ushaveradi. Loydaqa yorilib ketmaydi. Uzoq yillar xizmat qiladi. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarning ustiga ham 5-7 santimetr qilib, uylarga vassallar ustiga material tashab 10-15 santimetrgacha kelishilgan holda chiroyli, mustahkam, sifatli qilib quyib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga.